Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga bir pomidordan mana bundaqa lolacha gul yasashni bir o'rgatay. Bismillahirrohmanirrohim. Qani endi boshladik. Buning uchun bizlarga mana mayingina pichoq, uy pichoqlari ham bo'ladi va o'rtacha kattalikdagi pomidor kerak bo'ladi. Pomidorlarning o'rtasidan mana qiya qilib, mana qiya qilasizlar-u, kirgizasizlar pomidorga mana qizlarjon mana. Mana oxirigacha mana. Mana uchburchak bo'ladi mana bu yerga mana uchburchak. Mana yana. Mana. 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 Mana o'rtasidan mana lola gul qizlarjon. Mana kelinlarni uyiga hayitlik olib ketishga, ovqatlarni ustiga bezatsalaringiz juda ham chiroyli bo'ladi. Qozon kaboblarni juda ham chiroyli tarzda bezaydi. Mana